525 ming turetskiy sportivka 149 ming. Da, atiga 149 ming. Assalomu alaykum hurmatli Ma'mina ratsinjozlari. Skidkamizni sog'inganlar bormi? Aynan sizlar uchun Ramazon oyiga hayitga yaqin yana skidka qilmoqchimiz. Qaranglar, mana shu sportivkalarimizni 500 minggacha sotilgan sportivkalarimizni brendi va turetskiy hammasini 149 mingdan qo'yib yubordik. Endi kelinglar obzor qilamiz. Mana bu brendi va trendga chiqqan sportivkamizni qaranglar 478 mingdan sotilgan. Hozir bo'lsa shularni 149 mingdan olib ketsa, xolasizlar yarki ro'zi, xolasizlar nuduviy bejur hamma rangidan bor. Kolleksiyasi mana shu teglar faqat turetskiy sportivkalarimizni 381 mingdan sotilgan. Bularni ham 50% dan ham ko'p skidka bo'lyapti. 149 mingdan olib ketsanglar bo'ladi. Sizning skidkaga ulgurmagan klientlarimiz uchun, aynan sizlar uchun men bilan qaranglar. Bular ham 360 mingdan sotilgan. Bularni ham 149 mingdan olib ketsanglar bo'ladi. 330 mingdan sotilgan. Bularni ham 149 mingdan olib ketsanglar bo'ladi. Kachествasiga e'tibor beringlar. Bular Turkiyaning mahsuloti. Qolib ketgan mini sezonli narsalar emas, hammasi mana hozir kiyiladigan sportivkalar, dvoykalar. Dvoykani olasizlar hozir 149 mingga. Mana Nike sportivkani qaranglar, подростковый qizlar uchun 525 ming, почти 50 dollar sotilgan. Bularni ham hozir 149 mingdan olib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa narx Nike o'zida ham yo'q. Mana qolgan 350 ming, 149 mingga olib ketsanglar bo'ladi. O'rtoqlar hozir 149 mingga bitta futbolka olasizlar. Hozir bo'lsa bizda aynan Ma'mina Ratsi magazinida 149 mingga shunaqa ham tepasini, ham pastini olib ketsanglar bo'ladi. Beringlar, buni kiyganlar biladi, juda ham zo'r sifati. Eng qizig'i bu hali hammasi emas, yuringlarni ko'rsataman. Qaranglar, bu yerdagi hamma narsamizga foizli skidka emas, bitta narx qo'yib yubordik. Tepadagi emas, adashdim. Pastdagilarni hammasi 100 ming so'mdan, tepadagi sweatshot, mana bunaqa koftichka, long sleeve hammasini 60 mingga olib ketsanglar bo'ladi. Dvoykalarimizni qaranglar, 172 mingdan sotilgan dvoykalarimizni bog'chalarga, uy-ichiga kiyish uchun juda ham zo'r. 100 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. Bularni ham mana 170 ming, 160 ming sotilgan. Bularni ham 100 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa qora lasinkasi bo'ladi, sweatshoti bo'ladi. Bularni ham 100 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. Eng qizig'i xos kiyishga, podarkalarga ham juda ham zo'r. Bularni ham o'rtalar 100 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. 100 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. Hozir 100 ming so'mga faqat shtonni o'zini olasizlar. Abdada skidkada hozir 100 ming so'mga komplekt olsanglar bo'ladi. Mana 160 mingdan sotilgan, 100 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi. Ranglari qora, korичневый va shunaqa trenddagi bordoviy ranglardan bor. Endi bo'lsa sizlarga 60 minglik koftichkalarimizni obzor qilamiz. Mana buni qaranglar, Charles brendiniki 238 mingdan sotilgan. Hozirda bularni 60 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Почти 70% skidka bo'lyapti bularga. Zara modellarimizni 165 mingdan sotilgan. 100 ming. Voy. 60 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Qaranglar, 179 mingdan sotilgan sweatshotimizdan ham 60 ming so'm bo'lsin sizlarga bo'lsin. Lasinkalik skidka so'ragan klientlarimiz uchun sizlarga aynan sizlar uchun hammasidagi hamma lasinkali deysizlarmi, mana shtonchalar hammasiga 20% skidka. Yana hammasiga mana 20% skidka olib ketsanglar bo'ladi. Shimchali variantlaridan bor. Mana bunaqa xabashni shtonchalar, mana qarang. Misol uchun 72 ming bo'lgan bo'lsa narxi